Shomurodov yilning eng yaxshi futbolchisi mukofotini qo'lga kiritgach munosabat bildirdi. Istanbul Başakşehir hamda O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Ushbu mukofotga sazovor bo'lgan futbolchi ijtimoiy tarmoq orqali o'z fikrlarini bildirdi. Bu faxrli mukofotni yana bir bor qo'lga kiritganimdan juda xursandman. Menga ishonch bildirgan va doimo qo'llab-quvvatlagan barchaga katta rahmat, deb yozdi Shomurodov o'zining Instagram sahifasida. Ma'lumot uchun, u 2025-yil davomida klub va milliy terma jamoa safida jami 61 ta o'yinda maydonga tushib, 20 ta gol va 6 ta golli uzatma muallifi bo'ldi. Başakşehir Shomurodovni to'liq sotib oldi. Istanbulning Başakşehir klubi Eldor Shomurodovni to'liq sotib oldi. Klub shartnomada belgilangan 2,7 million yevrolik sotib olish bandini faollashtirdi. Shuningdek, Shomurodov kelgusida boshqa klubga transfer qilingan taqdirda Roma klubi bitim summasining 10% ga egalik qiladi. O'zbekiston terma jamoasi sardori Başakşehir safida 28 ta uchrashuvda maydonga tushib, 14 ta gol va 5 ta golli uzatma muallifiga aylangan hamda Turkiya Superligasining joriy mavsumida tupurarlar jadvalida peshqadamlik qilmoqda. Transfermarkt portali futbolchining bozor qiymatini 5 million yevroga baholagan. Ma'lumot uchun, Eldor Shomurodov 2021-yil yozida Genoadan Romaga ko'chib o'tgan. U Rim klubi safida jami 85 ta o'yinda maydonga tushib, 13 ta gol va 11 ta golli uzatma muallifiga aylangan. 30 yoshli Eldor Shomurodov Roma va Başakşehir klublaridagi faoliyati, shuningdek, O'zbekiston milliy terma jamoasidagi yetakchilik roli tufayli 2025-yilda O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan. Nuri Shahin: o'yinimiz bunday bo'lmasligi kerak. Turkiya Superligasining 20-turida o'z maydonida Çaykur Rizespor bilan 2-2 hisobida durang o'ynagan Rams Başakşehir bosh murabbiyi Nuri Shahin uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida fikr bildirdi. Nuri Shahin shunday dedi: "Birinchi bo'limdagi o'yinni juda yoqtirdim. Ikkinchi bo'limda esa o'yin Çaykur Rizespor xohlagan tomonga o'tdi. Bu biz istamagan futbol bo'ldi. Bu o'yin bizga umuman yarashmadi. Natijada keraksiz gol o'tkazib yubordik. Shundan keyin 2-2 hisobini tenglashtirdik. Keyin esa o'yin oldi-berdi holatiga aylanib ketdi. Bu bizning o'yinimiz emas. O'yinimiz bunday bo'lmasligi kerak. Ikkinchi bo'lim uchun afsusdaman. Ammo har bir ochqonning o'z qiymati bor. Bu ochqonga hozir sevinmaymiz, lekin balki mavsum oxirida bizga yordam berar."